Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. 16 bob. Davomi. Xalqning kayfiyatini bilish maqsadida juma namoziga qatnashgan Rahimjon bilan Qosimjon ikkisi baldur kelishkini bo'yicha to'g'ri ko'rikdagi oshxonalarning birida uchrashdi. Juma kuni bo'lg'achqa oshxona ichida bo'sh o'rin yo'q. Bas-bas edi. Shundoq bo'lsa-mu, yaqin tonish oshpaz bu ikkisiga ayrim bo'limlardan birini bo'shatib berdi. Ta'sirot kulimsirab so'radi bir piyoladan choy ichgandan keyin Rahimjon. Xalq qilishdek ishdek bo'lib ketibdi. Rasa vaqti qurolliq qo'zg'olonni amdi kayniga so'zishga bo'lmaydi. Xalqning besini qaytarib qo'ymiz, dedi Qosimjon. Fikringga to'liq qo'shilaman. Oshpaz mehmonlar buyurtmasimi bir butilka haraq bilan pishqan bang'izlarni ko'tarib kirib, jo'ziga taqqida qo'ydi-da. Nesiga xo'shim yo'q. Naq to'lamasanglar, o'rinni bo'shtinglar. Kutib turishgan mehmonlar oz emas, deb yon bo'limiga qarab bir ko'zini qisdi va asta pishirildi. Chuvindan ikkisi o'ltirdi. Yemek içmekka qanliq qiladigan chupaylardan emas. Qo'rqmanglar adash, nesiya dang'zanga yezilmaymiz, dedi Qosimjon attay unlik. Dahimiz Şiڭ zamonida o'ynag'inimiz o'ynagan. Ma, pulini avval to'lab o'tay. Texmo unlikrek, dedi Rahimjon. Ikki do'st haraq ichgandek, har turlik ishqi paranglarni qilishgandek bo'lsa-mu, bir timim haraq yutmay yerga to'kib o'tishdi. Bu aralıqda saranga so'ragan, tamaka so'ragan bo'lib, yon bo'limida o'ltirishgan ikki chivin navbatlashib kirib chiqishdi. Ularning biri quv, bezang o'xshaydi. Quruq botlikini ko'rib, haraqni botliki bilanla og'zinglarga qo'yvatdinglarmi nima? Bir botlika haraqang say bo'lamdi, do'st. Do'ng sho'panga chiqib ichmigicha xumadan chiqmaymiz degina, deb chaqchaqqa aylantirdi Qosimjon. Juma namoziga borgansizlar? So'radi bizang jasus. Barmamdigan, ham taat ibodat qildik, ham Liu Bingdi janoblarining yaxshi pandi nasihatlarini angladik. Shuning xushalligiga atab ishdik. Sizlar-chu adashlar? Qaytirib savol berdi Sabri. Bizmo jumadan qolmaymiz, dedi xush yoqmagan qiyofatda jasus va so'zdan ilindirmaslikqa ko'zi yetib, asta chiqib ketdi-yu. Jiligi ikkisi to'siqqa yepishib, ikkinchi bo'limga quloqlarini yiqishdi. İlpatchilikka yaraydigan yigit ko'rinadi, dedi jasusning tingshaydiganligini sezgan Qosimjon. Oshxonada so'zlashishga imkoniyat bo'lmag'achqa, boshqa bir xoliroq ular keyingi vaqtlarda uylarda uchrashishni qisqartgan. O'rin tepib gaplashmak bo'lib, sirtqa chiqishiga tog' partizanlari bilan aloqa qilg'uchilarning biri bilan Mamash ismli yigit aldirash kelgan peti. Hadimiz keldi, dedi-da, to'xtamay oshxona ichiga kirib ketdi. Xayr, mehmon qilganingga rahmat adash, dedi Qosimjon. Attay boshqalari anglasin degandek qilib. Uyga ketamsan? Unlik so'radi Rahimjon. Uyg'ur uyushmasiga yo'liqadigan ishim bor. Sen-chu? Bozorga. Ikkisi oshxonaga kirdi, chiqdilarning oldida shu tariqa so'zishib xo'shlashishdi. Rahimjon ildam mang'anicha bozorga keldi-da, iz yutarmak uchun bas-bas odamlar to'pini yerib o'tib, quttur kelgan harvukashni to'xtatdi-da va o'ltirmayla. Do'ng mahalliga tart, uka, dedi. Xo'p, aksi, etini qamchiladi harvukash. Etingni chingroq qamchilsang-cho'y, uka, ishim aldirash. Qashang atning asta mingshiga taqat qilmay Rahimjon. Urib biqinini teshivatsammi bo'lari shu bu haromliqning. Oqshomla 10 kunlik saysidan keldim. Chu. Atning sag'risiga ustilab qamcha tegsimi, bir xil mingishni o'zgartmay cho'loq quyrug'ini shipanglatib qo'ydi xolos. Qayerga saysiga bording? Qiziqib so'radi Rahimjon. Sipatay, Qarasuvga. Nima bording? Nimekintang kichik sandiqchilarga qashlangan ig'ir narsalar-g'u. Chiriklar jiqmikan? Xilbar ko'rindi. Bizni Qarasuvga yaqin yo'latmay, do'ngning keyinda qoldirib, harvularni bo'shtib akilib berishdi.
Nimaga to'xtab qoldi-oy, muni qirchang'u. Yo'lda o'tib ketayotgan birisi Rahimjonga salom qilib edi. Harvukashning iti to'xtab qolgan edi. Qarasudan boshqa yerda chirik ko'rmadinglarmi? So'radi Rahimjon ot qo'zg'alib manganda. Sultanu Veys mazirida barda qiladi. To'la so'ravermang aksi. Aran jon baqib yurganda balo qolmay, dedi atrofiga tashvishli ko'z tashlab. Harvukash do'ngga kelganda irg'ib yerga tushib, Harvuning keynidan ishtardi. Rahimjonmu Harvukashga yordamlashib, oduq yetgan ot bilan Harvuni yo'lab do'ngga chiqarishdi. Otni 1-2 kun tiniq tursang bo'ladi ekan. 2 bog' bedi bilan bir kunlik ozuqning o'rnini qilsamla, tur uyga ketaman. Aksi Harvu chaqinimi maylisang bo'ladi ekan. Bakmu sayrab ketibdi. Kanayga yo'q, sunayga nada degandek, o'zimning levini maylig'idak may yo'q. Ey, jon baqma qavatla tas bo'lib ketdi-ku aksi. Hasrat chekdi Harvukash. Mana kira haqqing, deb oqcha sundi Rahimjon. Degan yeringizga yetmaylimi? Dedi oqchini qisnavaroq olgan Harvukash. Piyoda chapsanroq yetadigan o'xshayman, dedi-da ildam minib Rahimjon. U yo'lni qisqartmoq bo'ldi, ehtimalim cho'ng ko'cha bo'ylab mangmay, yugurib degidek qabristonga kirishiga yo'piqsiz tavutni bo'rga o'ralgan murdini ko'rishi bilan dong etib turib qoldi. Uyg'urlar hayotida jasadni bo'rga yo'gab ko'mgan voqea bo'lganmidi? Naytki 2 dona shatroq mata tepilmasa, qachilik shu darajaga yetdimi? Ana tavutning ustiga kona dunduq yog'liqni artib qo'yibdi. Qiz yoki cho'kan bo'lsa kerak. Ashu ma'suma nozuk badan qizning sabiylarcha pak yumron tinini yirik qiyindi qo'mushdan to'qilgan bo'r bilan o'rab o'lgandimi uning tinini qiynasa. Ah, nadomat. To'xtanglar, deb o'ng qo'lni ko'tardi. Murdini go'r og'ziga aparganda Rahimjon, to'xtanglar qarindoshlar, men uyga berib kipin bo'lg'idak yumshoqroq bir narsa elib kelay. Kechikding o'g'lim, dedi salobatlik oqsoqol hassiga tayangan holda. Bula emas, xili nurg'un kishilarni bo'r kipin bilan dafna qildik. Zamona shundoq bo'lgandikin, amal qancha? Balkim o'zimizning xuy paylimizdan mushu kunga qolgandimiz. Balkim bu xil haqorat va azobning halovati bo'lar. Ahzorimiz Allohga yetib, asoyishlik bo'lib qolar. Salobatlik oqsoqolning ma'noliq va sirliq so'zlari yangi qo'llangan go'r atrofida turishgan odamlarga cho'nqur ta'sir qilsa kerak. Hammasining lavlari qimirlab, asoyish iborasini takrorlashdi. Oqsoqolning gapi o'rinliq. Ichida pichirildi Rahimjon. Mushu peticha ko'mish kerak. Bu ham zulmning jonliq bir dalili. Xalq ko'rsin, zulm sitam, mahkumlikning nima ekanligini texmu cho'nqur tushunsin. Ajarxonning Rahimjon bilan bu 3-chi uchrashishi. Armijaz ayol hech narsan aymanmaydi. U hatto G'ani bilan bir qatorda bo'lishni talab qilgan, lekin hozircha ikki o'ttirda Rahimjon bilan G'ani o'ttirsida munosabat bog'lab turish zaruriyati muhim bo'lg'achqa, shu vazifaning huddasidan chiqib turdi. Bu ikki o'ttirda to'liq atrab tapallar teshilib ketdi-ku, uka. Zarlandi Rahimjon bilan ko'rishmayla Hajarxon. Amdi sharinga kirmayman. Udul taqqa, G'anining qishiga chiqib ketaman. Aldirma, ulgursan texi, dedi salmoqliq bilan Rahimjon. Hajarni o'ltirishga taklif qilib, "Qani, nima xabar keltirding? Avval shuni aytqina." "Xo'sh xabarim, sonimiz kundan kunga ko'paymoqda. Amdi tog' o'nkurlarga sig'maymiz. Cho'ng o'yinni boshlash vaqti yetdi", deb aytib beribdi G'ani palvonimiz. "Cho'ng o'yin?" takrorladi Rahimjon va sal o'ylanib dedi. "Bizmo vaqt pishib yetdi deb hisoblaymiz. G'ani avatgan qusan meni kutib turmoqchi. Nim javob qilaman? G'ani degan cho'ng o'yinni qachon, qayerdan boshlash to'g'riliq muqim javobni 3 kundan qolmay xabar qilamiz. Itoring shulimi? Uyg'urcha, qozoqcha, mo'ng'olcha yozilgan tashviq varaqlar bor. Qog'oz, ya'ni shu qog'oz
Vay, qog'oz bilanla shar oldiganlar ey. Puqib qo'y. Har bir varaq, bir zamrak o'qig'itang. Aytang ay, o'zinglar bilmsanglar, biz muni qarab mushning kuchini tan olamiz, deb to'mirchining bozg'inidek ig'ir mushtumini tangildi Hajarxon. Rahimjon Hajarxonning palvonlarga xos aptidan zo'qlandi. Atimolim bir daqiqa tikilib qoldi. Ajoyib qiz cho'konlarimiz bor-da bizning, faxrlandi u va amdi sening bilan mundoq tor uyda emas, kang jang maydonida uchrashimiz. İşençlik halda dedi Rahimjon. Man bu dallin gap bo'ldi. Aka qo'lini ufka, dedi de Rahimjonning o'ng qo'lini siqimiga oldi va amburda qisqandek mahkam qisdi Hajarxon. Asta, qo'limni sindirib o'tma, iyiq, deb miyig'ida kuldi Rahimjon va og'irgan qo'lini ugilab turib, kiyimichi İbrahimni bilasan-ku, deb so'radi. Bilaman, ko'ni tunish. Bu qitim tashviq varaqlarini shuning qo'lidan olsan, u seni kimi bo'yida kutib turmoqchi. Fuqishliq. Xalqni qurolliq qo'zg'olonga undaydigan bu murojaatnomalarni tegishli kishilarimizga darhol yetkazib berishing kerak. Uqdingmi? Uqmaychu. Bu birinchi qitim emas-ku. Yo'ling bo'lsin, har qadamda paxas bo'l, deb o'rnidan turdi Rahimjon va nimadir esiga keldi Atimolim Hajarxonga tikilib so'radi. Nusrat Xalpat va navrisi to'g'riliq G'iniga hech narsa demagansan? Necha qatim temshaldim-yu, aytishga tilim bormidi? Ochig'ini aytish kerak. Shuncha ko'p dard alamlarga pisand qilmagan G'ini buningga chidar, dedi Rahimjon. Har ikkilisi bir necha daqiqa jimib qilishdi. Ko'ngilsiz xotirlarni eslash dil asrar odamlar uchun ig'ir bo'ladi-ku. Shuning ayni Nusrat Xalfatning zindonda qiynalib o'lishini va panosiz qolgan cho'lpon qizning majburan turmushga chiqib ketishini G'iniga aytish intayin ig'ir, lekin ayni vaqtda yo'shirishning hojati yo'q edi. Bo'lgan voqeani Qusanga deyman, u G'iniga yetkazar. Cho'lponda qilchi gunoh yo'q, dedi keskin ravishda Hajarxon. Haq so'zni aytding. Hajarxonni otlantirib uyga qaytib kelgan Rahimjon amdila yeshinib turishiga nimalardir darvozani qattiq taqildatdi. Hayron bo'lgan Rahimjon derizning pardasini qayirib ko'chaga qaradi. Eshik oldida uningga tunish qora Ford darvoza qishida ikki saqchi o'ra turishibdi. Meni olg'ini kepti-da. Tashvishlik gumon kechdi uning ko'nglidan va aldirashliq ustal tortmasini ichib naganni oldi. Tirik qo'lga tushmasman. U ho'yla orqali qo'shnilarning qurasiga tushmak uchun tashqarqi eshikdan chiqishiga malay bala darvozani ichivedi, chirik kirib keldi. Yo'shirinishga ulgurolmagan Rahimjon nima qilishini bilmay qoldi. Etish kerakmi yoki qechish kerakmi? Ungacha yaqinlashgan chirik uyg'urchilab, sizni Liubingda uyda kutyotidi, dedi. Shundaqmi? Hayron bo'lgandek so'radi Rahimjon, chirikning so'ziga ishonmagandek. Kiyinib chiqamsiz? Hozir, dedi ko'ngli bir oz tingan Rahimjon va uyga kirib kiyinib chiqqandimi, mashinaga o'ltirib mangandimi, kim biladi? Meni seliqlik bilan mashinaga o'ltirg'izib, shu topda uyimni o'ngtay-to'ngtay qilishga boshlagandi bu kasofatlar. Nim uchun muni shum qushlarni etib qochmidimi-oy? Yiliqi ahmoq balaning darvozani ichivatkinini. Tashvish, gumon, pushaymonga band bo'lgan Rahimjon Liubingdining oldiga boshlab kirishgandimi, vasvasi besilmidi. Kechida avara qilganimga xafa bo'ldingmi nima? Tatirib ketibsan yoki qo'rqdingmi? So'g' tana aralash so'radi Liubingdi Rahimjonga tikilib qarab. Nima? Meni sinmoqchi bo'lib o'tamsan, Muhammad? Taniga tana qayturdi Rahimjon. O'ltar, o'rin ko'rsatdi Liubingdi va Rahimjon kresloga o'ltirganda. Sening bilan ko'ni tunishlarcha so'zlashkim keldi, deb qo'shimcha qildi. Ajab, ko'ni tunishlarni eslab qopsana, tushing buzilmagandi? Chaqchaqqa aylantirib, tig' sanchidi Rahimjon. Uyg'urcha chaqchaq va so'z o'yinini yaxshi tushunadigan Liubingdiga tushing buzildimi degan ibora tik keldi-yu,
lekin qaptiliga olmay o'tkazivyatdi. Chunki bugun Rahimjanni alohida maqsadni ko'ngliga pukib taklif qilgan edi-da, bu oraliqda ko'ngli tinib, asablari besilgan Rahimjon o'zini erkin tutib, har ehtimolga qarshi bo'lg'usi hujumga tayyor turdi. Bir kamlarda kelish birishimiz qo'yiq bo'ladigan, amdi yiroqlashib ketdik, dedi qamoqni yiroqdan tashlagan Liu Bingdi. Rahimjonga sigaret tutib o'tib, "Sen cho'ng amaldor bo'lib ketding", dedi Rahimjon sigaretga rahmat o'qigandan keyin kulimsirab turib. "Rostini aytsam, sinondan ayminimiz." "Nima?" Chiroyi o'ngdi Liu Bingdining. U keskin bir narsa demoqchi bo'lib, o'zini tutib oldi-da, yolg'on hijiyib so'radi. "Nimishga mendan qo'rqsizlar? Men sizlarga nima yomonlik qilibdiman? Nima qilganingni va qilayotganingni bizdan ko'ra o'zing yaxshi bilarsan, Muhammad", dedi Rahimjon intayin muloyimlik bilan, lekin jiniga texmu paturib. O'q dal nishoniga tegdi. Liu Bingdi hurpaydi-yu, lekin nima deyishini bilmagandek bir holatda o'ltirib qoldi. Rahimjon bo'lsa hukmni kutgan holda tikilib turdi. "Agar", deydi u ichida, "bu jallod adyutantini chaqirib, meni so'lashga buyruq beradigan, qurolimni ishga solamanki, tirik qo'lga tushmasman." Ta'jubki, Liu Jensajang huquqni ishlatmadi. Bir necha daqiqa pushildab o'ltirdi-da, bo'g'iq ovozda shundoq dedi: "Heliqi Abdukirim Abbosov degan harmi mushu sen degan gapni qilgan. Hammanglarning gapi bir. Shuncha himoya qilib qo'ltig'imga qissammi, qayoqqadir g'oyib bo'ldi." "Abbosov so'loqda emasmi?" hayron bo'lgandek so'radi Rahimjon. Bu qitim Liu Bingdi Rahimjonga sinoq nazarini tashladi. Chunki Rahimjonning yasalma hayronligini sezgan va aslida Abbosov to'g'riliq uningdan so'ramoqchi edi. "Kashki kech kunduz birga yurgan fikirdishingning nega yo'qolganini bilmasang, ha?" Zarxandilik bilan xitob qildi fikrdosh iborasini alohida qayd qilgan Liu Bingdi. Rahimjon tingirqab qoldi. U loyig'ida javob topqicha tajribalik josus ustilab zarba bermak bo'ldi. "Balki yo'ldishingni uzitibmi qo'ygansan?" Bu dahshatlik savoldan Rahimjonning ko'zlari qorong'ulashdi-yu, lekin tamkinligini yo'qotmay javob berish o'rniga qaqoqlab kuldi. "Kulma, kulki ketmaydi", tergovchi qiyofatida ogohlantirdi Liu Jensajang. "Kulmaychu, qarab turib o'ydirma to'qib chiqqanini deyman-a", dedi hech aymanmay Rahimjon. "Aymansun, aymanmisun, bo'lar ish bo'ldi. Hamma oshkora bo'libdi", deb hisoblagan edi u. "O'ydirma, o'ydirmimisha", do'q qildi Liu Jensajang. U Abbosovni uzitib qo'ygansan degan savolni sinamoq uchun tergovchilik tajribasiga asoslanib bergan edi. Agar bo'lgan voqeani bilgan bo'lsa, Rahimjon uyda emas, qamoqqa ilib turib, mahkamada so'roq qilar edi. "Boshda ko'ni yurtdoshlik aqidasini aytding. Amdiza nadiki gumonliq savollarni beryapsan", dedi o'zini to'xtatib olgan Rahimjon qandoqdir beqiytlik bilan. Shu oraliqda adyutant kirib, Urumchi telefonda so'rayotganligini xabarladi. Liu Bingdi yon bo'limiga kirib ketdi. U qaytib chiqqicha fikrini jamlamoqchi bo'lgan Rahimjon: "Abbosovni uzitib qo'yganligimni bilibdi bu jasus. Mamash yoki Ibrohim kimichi? Yo'q, yo'q." O'rnidan qo'zg'alib ketdi badgumondan cho'chigan Rahimjon. "Ular ishonchlik, sinoqdan o'tgan odamlar. Agar ularning birasi sotqin bo'lsa, bu chaqqicha tashkilot a'zolarining bir turkumi so'loqqa ilinar edi. Mangamo bu tariqa takalluf qilmay zindonga tashlar edi." "Ha, dal shundoq. Liu Bingdining qo'lda hech asos yo'q. Bu makkor o'z taxminiga yo'linib, meni sinab ko'rmoqchi, shu yo'l bilan to'rga tushirmoqchi", deb xulosa chiqardi-da, tashvishdan yeniklagandek tiniq oldi. "Balki", pichirladi u, o'z-o'ziga savol bergandek, "rostilla bizga yiqilash bordir buning. Uni mushunchalik amal unvoniga ega qilgan tayanchi homiysi Shingsi taxtdan tushgandan keyin
buning o'rniga boshqa tayinlanib, vakolat huquqi cheklandi. Bara-bara yangi hukmron Şiڭsەينىڭ sodiq kuchliklarini chetga qiqishi mantiqiy holat. Şiڭsەينىڭ qonliq jinoyatiga sherik bo'lgan Liu Bingdi o'z jinini qutqizish maqsadida omonlik yo'lini izlashi, boshqa tusga kirishimi mantiqiy holat. Mushu sababga binoan ozodlik tashkilotimizning faoliyatini bilib tursimi, jiddiy chora qo'llanmay kelishish niyati bordir. Agar kelishallasak, zo'r foydasi tegatdi-da, tavakkul qilaymi? Rahimjon qandaqdir ichki tavrinish ichida ikkilanib qoldi. Liu Bingdining bugungi muomalasi, so'z harakatlari uningga moyilligini izhor qilgandek sezilgachkimikin, uningda bir qadar ishonch sezim hosil qildi-yu, lekin Liu Bingdining o'tmishi, qilmishlarini eslagan Rahimjon shu an bu ko'ngilchaklik fikrdan qaytdi. Sezgurligi ustidan chiqdi. Yo'q, bu zaharlangan mirazga yaqin yo'lmaslik kerak. Sen xushal bo'ldigan bir xabar aytaymi? Deb kirib keldi Liu Bingdi. Qarmu qarshi muloyizlarga band bo'lgan Rahimjon darhol javob berolmadi. Ha, anglashqa tabing yo'qmi nima? Xo'sh xabar bo'lsa, nimishga tabim bo'lmag'ay? Beparvolik bilan so'radi Rahimjon. Siyosiy mahbuslarning hammasi ozod qilinibdi. Az kunda sabdoshlaring tipaji zamonlar bilan ko'rishsan. Rostmi? Ular amonmikin? Deb bir odam o'rnidan ko'targandek turib ketdi. Xushalligini ichiga sing'ralmagan Rahimjon Sabiri. Yangi rais kengchilik siyosat yurgizyotdi. Asta-asta xalq farovonligi yaxshilandi albatta. Deb gapni tamoman boshqa yo'lga soldi Liu Bingdi. Shundoq bir yaxshi vaziyatda 6 o'g'ri va shahardagi ba'zi tentaklarning hukumatga qarshi harakati tamoman o'rinsiz, bekor qon to'kiladi, xonu vayronchilik bo'ladi. Liu Bingdi aytmish so'zlarining ta'sir kuchini o'lchmoqchi bo'lib, Rahimjonga sinchilab qaradi. Rahimjon bo'lsa, shu bir necha daqiqa ichida Liu Bingdining huzurida ekanligini unutgan bir holatda o'z kechirmalariga band edi. Uning ko'z oldidan 1934-yili 9-mart kuni G'uljida Tiyip Haji Sabitov boshchiligida tashkil etilgan Uyg'ur madaniy uyushmasi va mazkur uyushmaning zamonaviy maktab ma'arif, adabiyot san'atni taraqqiy qildirishdagi ijobiy roli 3-4 yil ichida shahar yizlarda yuzlagan milliy maktablar ochilib, minglagan o'smirlarning ta'lim-tarbiya elishi va klublar, sanoyi nafisa o'maklarining barpo bo'lishi, milliy san'atning tezlikda rivojlanishi, shu jonlanish, shu yuksalishlar bir-birlab o'tdi-yu, u hasrat ichida. Napsand Xitoy ma'murlari to'sqinlik qilmagan bo'lsa, milliy madaniyat namoyandalarini taqib ostiga elib, taraqqiyot yo'limizni to'smagan bo'lsa, bu kamgacha o'lkamizning qiyofati tamoman o'zgarib, qashaqliq, qaloqliqdan qutular edik-da, qaddimizni roslab olar edik. Xap, deming ichiga tushib ketdi-ku. Ha, yoki tiyip hojlarni kutulishni g'amini qilyapamsan, dedi-da, zarxandlik bilan kuldi Liu Bingdi. Xalq uchun 7 yil zindonda yetib, sog'-salomat chiqqan odamlarni munosib kutulishga arziydi. Lavza o'rnidan injiqlab qo'zg'aldi Liu Bingdi va xo'roz may tartgandek Rahimjonga guliyib, uning oldida to'xtab qadilib turib, zindonda yotqining, yotmig'ining hammang xam xiyolchanlar, senlar texi o'zinglarni millatparvar, xalqparvar deyshamsan? Kashki shundoq bo'la olsak nima armon? Haqiqiy xalqparvar bo'lsang, xitob qildi Rahimjon so'zini bo'lgan Liu Bingdi. Hozirgi kunda xalqning behuda qini to'kilishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Xalqning erki huquqini tinch yo'l bilan, madori murassa bilan hal qilishga bo'ladi-ku. Behuda qon to'kishni xohlamsanglar, u holda xalqning ozodlik, mustaqillik huquqini e'tirof qilinglar, demoqchi bo'lib, o'zini zo'rg'a to'xtatib oldi Rahimjon. Liu Bingdi bo'lsa, dal shundoq javobni kutgan edi, lekin uning g'arazini tushungan Rahimjon boshqacha javob berdi. Ikki o'tirda vosita bo'lishimni talab qilmoqchi bo'lamsan? Talab emas,
taklif. Mundaq vazifaning höddüsidan chiqolmayman. E'tiroz bildirdi Rahimjon. Sabab? Birinchidan, mening qo'zg'olonchilar bilan hech qanday munosabatim yo'q. Ikkinchidan, hukumatning ogohlantirishiga, qurolliq bostirmoq bo'lishiga pisand qilmagan isyonkorlar mening oddiy fuqaroning pandi nasihatimni inovatga olamdi. Uchinchidan, o'zinglar olt o'g'ri deb atayotgan o'g'rilardan nima shuncha cho'chib tahlika ko'tarasizlar? Kayni-kaynidan berilgan lipapliq savollarga darhol javob qaytarish tez keldimi yoki haqiqiy ahvolga tan berdimi? Liu Bingdi tingirqigandek Rahimjonga tikilgan peti turib qoldi. Rahimjonmo bergan javoblari bilan qaytarma savollarni hukumat vakili Liu Bingdi qandoq hazm qiladigan va nima deb hukm chiqararkan deb kutib turdi. Telefonning jiringlishi anglandi. Adjutant kirib bosh shtab boshlig'i so'rg'anligini ma'lum qildi. Liu Bingdi yana yon bo'lmaga chiqib ketdi. Rahimjon soatiga qaradi. Soat 2. Hujumni baldur boshladimikin? Pichirildi Rahimjon. Chunki u bugun soat 6da qo'zg'olonchilarning oq qo'y saqchi bo'limchisiga hujum qilishidan xabardor edi. To'r, dedi qo'pollik bilan adjutant va Rahimjonni oldiga silib mandi. Mashina ko'chaga chiqqanda so'lga, bosh saqchi mahkamasiga emas, o'ngga, 3 darvoza tarafga burilganda Rahimjon yenik tiniq oldi va ichida Xudoga shukri, dedi. Uyi tarafga qarab manganda. Ko'cha qiyilishiga kelganda shofirga mashinani to'xtatishni buyurgan Liu Bingdi. Vushkallangni yig'ib yur, Rahim. Atasining bilan yana so'zlashiman, dedi-da Rahimjonni mashinadan tushirib o'tib, bosh shtab tarafga qarab yurib ketishdi. Xunuk Abdi Bashirani ikkinchi ko'rmasman, milliy sotqun, deb pichirildi Rahimjon.